Jonni qo'yadi, ovqat hal qilmagan bo'lsam, endi hozir u uxlayotgani uchun men ham jonim tinchdi, men ham maza qilib uxlab, bemalol uxlab qolyapman-da. Endi uyda hozir qaynonam yonimda yo'la, tur, voqli tur, nima qil degan bir o'zim meni turg'izadi, qo'limdan tortadi, kuxnyaga chiqsam, anu qozonni gazga qo'yibdi. Endi bo'yi balandgina-da, pichoqni qo'yibdi, piyoz, kartoshkani qo'yib ovqat qildi vaqti. Oldin ko'chalar fast food yeb yuradigan odam kartoshka free, faqat kartoshka free banan edi ularning ovqati. Shu bilan tirikchilik qilardilar. Qozon ovqat so'rayaptilar. Mashallah. Voy xursandligimdan. Yo'q, pichoq, kartoshka, piyozni qo'yganini tushunayotganda. Keyin anaqa iloji bo'lsa o'zi ovqat qilib yuborsa-yu, endi qo'lidan kelmayapti-da, shu demak, nima qil. Qiyin bo'lsa ham tok yaxshi ko'rib qo'ygan shukurlarda. Oldin 5 yoshga to'lganmiz, hech ham tok yemagan. Hozir esa yaxshi ko'rib yeyapti, ajratmaydi. Shilib yedirib o'tirardim kichkina